Yanini bo'lib to'lasanglar ham bo'ladi. Yashnoboddan kvartira qidirayotganlarning diqqatiga, Nurmuhammedov massivda joylashgan, orqamda turgan 16 etajli domimizda ikkinchi etaji 3 xonali 78 kvadrat metrli kvartiramiz sotilyapti. O'zini alohida parkovkasi ham bor ekan. Mana shu ko'rib turgan joyligi bitta mashina qo'yish uchun sizlarga joy ajratilgan ekan. Buni bepul tekinga sizlarga berib yuboryaptilar. 3 kvadrat metrli kladovkalari ham bor ekan. Bu yog'i mana ko'rib turganingizdek bolalar o'ynaydigan plashatka. Kirganimizda chap qo'lda mana oynalar qilib qo'yishgan, chiroyli qilib. Hop, to'g'rida zalimiz. Hop, uy egalari eshitligi bo'yicha ikkita konditsioner, kuxonniy mebel qoladi. Qolgan narsalarni olib chiqib ketishar ekan. Bu yoq bolalar uchun yotoqxona, jalyuzi, lyustralar ham qoladi. Hop, to'g'riga o'tarkanmiz. Kattalar uchun yotoqxona, spalniy bo'ladi. To'g'riga kelar ekanmiz, chap tarafda katta oyna qilib qo'yishgan mana. Hop, to'g'riga o'tar ekanmiz, bu yerda prixojniy shkaflar, 2 etajli. Hop, bu yoq yuvinish xonasi bo'ladi. Sanuzel bilan birgalikda. Kuxonniy bo'ladi. Mana etishlarcha mebel qoladi. Shvakidan ishlatishgan. Mana mebellarni ko'ryapsizlar, chiroyli qilib qo'yishgan. Narxi $80,000 deyapti. Yana kelishtirib beriladigan joy bor. Agar sizlar bo'lib to'layman desanglar ham, boshiga $50-60 berib turib, qolganini bo'lib to'lasanglar ham bo'ladi deyapti. Qiziqqanlar uchun men pastda egalar raqamini qoldiraman. Telefon qilib to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi.